uyga kelgandan keyin maskalar yechiladi-da, deydi-da. Taqlid qilavering. Birinchi Sekin-sekin, taqliddan chiroyli o'tirishga, chiroyli yurishga, chiroyli gapirishga. Madina, siz etiketga qanchalik rioya qilaman deb o'ylaysiz? Stol ustida o'zini qanday tutish emas, balki aynan muloqotda va tashqi ko'rinishda qanday tutish birinchi o'ringa chiqqan. Ayollik asli fitrati qanaqa? Chapillatmasdan yeyish kerak, jvachka chaynamaslik kerak, yo boshqa telefondan bog'lanmaslik kerak. Farosating ko'rinishim kerak. Mana bunaqa gapirsam, mana bunaqa ko'rinaman. Instagramga mana buni joylasam, auditoriya men haqimda bunaqa o'ylaydi, namoyon bo'ladi. Tez harakatlanyapsan. Уже sanda latofati nechidir protsent kamaydi. Bu faqat tashqi ko'rinish yoki siz aytgandek o'zini kuchli ko'rsatish. Qandaydir shu qizlarimiz o'zini zamonaviyman deb o'ylayapti. Nima uchun gormonlari har xil o'ynab qolyapti? Nima uchun o'zidan o'zi stressga, depressiyaga tushib qoladi va sababini topisha olmaydi? O'zlari bilmagan holda juda baland gapirishadi. Men aytaman, qulog'im menimcha juda ham meni yaxshi his qiladi desam, ular o'zi umuman baland gapirishadi. Men seni eshityapman, qizim. Men seni eshityapman. Juda o'zini etiketni tutib, hech kimga qo'shilmasdan hamma narsani juda barmoqlarini mana bunaqa ko'tarib olib, mana bunaqa qilganim emas. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar. Bugun sizlar bilan zamonaviy ayol va etiket haqida suhbatlashamiz. Bugungi kunda jamiyatimizda ayollar o'z imijini ustida to'liq ishlayotgan, rahbar ayollar ko'payayotgan va zamonaviy ayol bo'lishni istayotgan qizlarimiz juda ko'p. Bu o'rinda esa faqatgina etiket, o'zini tutish, dasturxon ustida o'tirish emas, balki aynan psixologiya, ayolning ichki ruhiyati, ichki go'zalligi juda ham muhim o'rin tutadi. Shu sababdan ilk suhbatimizni bugungi kunda muhim ayol loyihasini asoschisi va zamonaviy ayollar va xotirjam, baxtli ayollarni jamiyatimizda ko'payishiga sababchi bo'layotgan latofatli etiketga rioya qiladigan xonim darajasidagi psixolog Madina Tursunovani taklif qildik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat, shunaqa chiroyli ta'rif berdingiz. Hayajonlantirib qo'ydingiz rostini aytsam. Rahmat. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Endi etiket tushunchasi qanchalik shakllangan bo'lsa, shunga rioya qilishga harakat qilamiz. Bugun nimani bilsak, nimaga rioya qilsak, shu narsa bilan bo'lishamiz. Mana shu loyihangizga avvalambor omad tilamoqchiman. Rahmat, bugun O'zbekistonda ayol qizlar o'z ustida ishlashyapti, darslar olishyapti, haqiqatan ham ichki dunyosi, ruhiyati bilan ishlashyapti va aynan mana shu sizni loyihangiz, men rostini aytsam, bunaqa loyihani, bunaqa yo'nalishni birinchi marta ko'rdim Instagramda va nazarimda endi YouTube ko'rsatuvlarini ham xudo xolasa kuzatuvchilari soni ko'p bo'ladi, manfaat olishadi degan umiddamiz. Madina, tomoshabinlarga, qizlarimizga, ayollarimizga o'zingizni faoliyatingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, o'zingizni tanishtirsangiz, qiziqishlaringiz va erishgan natijalaringiz haqida qisqacha. Xo'p, o'zi unaqa ko'p emas YouTube. Avvalambor aytib o'tay, ozgina men nima deydi, oldin endi televideniyada ishlagan paytimiz adabiy gapirish yo'nalishida bo'lganmiz. Hozir esa harakat qilaman shu xalqona qilib, samimiyda, oddiyroq tilda gapirishga. Shuning uchun endi bugun etiket dasturi bo'lgani uchun ham baribir o'zimni aytib ketdik, unaqa adabiy gapira olmayman. Bugun nima deydi, o'zimdan shu qanaqa chiqsa shunaqa gapiraman. Bir xil joylarda rus terminlarini ishlatishim mumkin, chunki o'zimni hozirgi sohamda men butunlay rus tilida ta'lim olaman, haligacha ham olganman ham. Ikkita yo'nalishda ham bugungi kunda men psixolog, psixoterapevt. Muhim ayol loyihasi mana deyarli 4 yil bo'lsa, asos solganimizga kichkina loyiha bo'lib boshlangan, shunchaki ijtimoiy tarmoqda boshlangan. Ayol qizlarning o'zini qanaqadir savol-javoblari, takliflari orqali va mana bugun taxminan 20 mingdan ortiq ayol qizlarni o'qitdik. Kuzatuvchilarimiz soni ko'payib bormoqda. Bu juda ham yaxshi, chunki hozir men kim bilan gaplashsam, mayli har biri demayman, har ikkinchi ayol qiz nimadir kursda o'qishayotgan bo'ladi, qayerdadir ta'lim olishayotgan bo'ladi. Bu nafaqat qanaqadir ta'lim muassasalari, balkim uydan turib onlayn har xil kurslar, har xil yo'nalish, biznes deysizmi, psixologiya deysizmi, go'zallik deysizmi, har xil kursda o'qishadi. Bu juda ham zo'r. Rivojlanish bu yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Bugun suhbatimiz qizg'in bo'lishi uchun, jonli bo'lishi uchun, tomoshabinlar xursand bo'lishi uchun siz bilan salomlashib qo'yamiz. Tanishganimdan juda ham xursandman. Yana bir marta. Assalomu alaykum. Demak,
savollar berishni boshlayman. Birinchi savolim, men o'zim ham psixologiyada ta'lim olganim uchun, psixologiyadan xabarim bo'lgani uchun va dizaynerlik sohasida bo'lganim uchun ayollarni o'zgartirish, ayollar meni oldimga meni o'zgartiring deb kelardi, Madina. Ya'ni meni o'zgartiring, men o'zgarmoqchiman. Men faqat libos bilan o'zgartira olaman. Va libosini o'zgartirdim. Ularning xatti-harakati o'zgarmadi. Ularning ichki olami o'zgarmadi va ular aytadiki, nima uchun men sizga o'xshamadim yoki nima uchun men o'zgarmadim deyishardi. Shu o'rinda aytmoqchimanki, etiket bu o'zini tutish bo'ladigan bo'lsa, o'zini chiroyli tutish, xotirjam tutish, qayerda tabassum qilishni bilish, qayerda qattiq qo'l bo'lish, qayerda muloyim bo'lish, bu hammasi etiket, axloq hisoblanadigan bo'lsa, bunda psixologiyani o'rni qanchalik muhim? Ya'ni ichidan xotirjam bo'lmagan ayol etiketga rioya qila oladimi va necha foiz rioya qila oladi? Endi rioya qilolmaydi umuman desak ham xato bo'ladi, rioya qilishi mumkin. Bu narsa masalan qanaqadir bir muddat rol o'ynashdagi bo'lishi mumkin. Haqiqatdan ham bu narsa irodali ayol qizlarning qo'lidan keladi. Masalan, ommani oldida mana shunaqa narsa bor, introvertlar ekstravert bo'lib ko'rinadi. Misol uchun uyda yopiq, lekin ommani oldida ochiq bo'lib ko'rinadi, lekin uyga borganda charchoq hissi bo'ladi. Chunki bu yoqda u ommani oldida o'zini boshqacha namoyon qildi va uyga kelgandan keyin maskalar yechiladida deydida. Xuddi shunaqa narsa nazarimda etiket borasida ham. Ya'ni bu yoqda gap tashqi ko'rinishga ham bog'liq, to'g'ri, lekin aynan mana shu xulq-atvor modelini o'zgartirish baribir oylar, yillar davomida xuddiki sport bilan shug'ullangandagi trenirovkani talab qiladi. Va bu narsa ichki dunyodan boshlanishi shart deb o'ylayman. Ichki dunyodan, ya'ni o'ziga bahodanmi, o'zini xatolarini anglashdanmi, nimadan boshlanadi ichki o'zgarish? Bu kompleks ish deb hisoblayman. Ya'ni bu yoqda mana rostini aytsam, bu narsa haqida hozir chuqurroq o'ylayapman sizni savolingizdan keyin va mana shu nima kelsa shuni javob berib ketishga harakat qilaman. Bu yoqda siz aytgandek o'ziga baho ham, ya'ni inson o'zligini tanishi. O'zi kimman? Agar biz mana ayol qizlar uchun ko'rsatuv qilyapmiz, aynan ayol qizlar haqida gapiradigan bo'lsak, ayollik asli fitrati qanaqa? Ayol kishi bu dunyoga nima uchun keldi? Ayolni ruhiyati, ichki dunyosi, masalan, diniy ilm taraflama, psixologiya taraflama nima deydi, nimani представлять qiladi bu dunyoda, nimani namoyon qiladi, nimani taqdim qiladi ayol, qanaqa funksiyalari bor, nima uchun yashayapti, hayotini mazmuni nima. Mana shu narsalar bilan sekin-sekin u tanishni boshlagandan keyin uni o'zligi shakllanadi. Ya'ni agar ichini to'g'irlamasdan turib biz faqat qolipni, ya'ni upakovkani to'g'irlab, mahsulotni ichini yaxshilab sifatli qilmasak, bundan o'zi ham qiynaladi. Atrofdagilarni ham ko'ziga bir muddat o'tgandan keyin haqiqiy ochilgandan keyin boshqacha ko'rinib qoladi. Lekin bunda ham ularning ayblari yo'q. Asosiysi harakat qilish. Asosiysi o'zi shunaqa narsa bor, psixologiyada ham, psixoterapiyada ham birinchi подражанияda, ya'ni taqliddan boshlash kerak. Hech bo'lmasa, hozir ya'ni aytmoqchi emasman, yo'q, siz ichki dunyoyingiz bilan yillar davomida ishlamasdan turib baribir go'zal bo'la olmaysiz, baribir tashqaridan kulturni, ya'ni madaniyatli ko'rina olmaysiz desam, tushkunlikka tushib qolishlari mumkin. Unaqa emas, hamma birinchi taqliddan boshlaydi. Hamma kimgadir kinoni ko'ribmi, qaysidir aktrisagami, qaysidir boshlovchigami, masalan sizgami, ijtimoiy tarmoqdagi suyukli blogerigami, shunga qarab kiyinishni, shunga qarab o'zini tutishni boshlaydi. Ana undan keyin tegiga yetishni boshlash kerak. Bu inson o'zini shunaqa yaxshi tutishi uchun xotirjamligi, uni sakinati, uni samimiy tabassumi, buni orqasida nima turadi? Haqiqiy uni topadi. Keyingi faktorlar chiqib keladi. Ya'ni har bitta bu xulq-atvor modelidagi yaxshi xislat bu bosib o'tilgan ma'lum yo'l va ba'zida hattoki og'riqlar. Demak, qizlar hozir juda ham zo'r bir amaliyot yoki bir tavsiya berdilar. Agar siz xotirjam bo'lmasangiz, agar ruhiyatingizda o'zgarish bo'lsa, o'zingizdan shubhalansangiz, o'zingizga ishonmasangiz ham taqlid qilavering. Sekin-sekin chiroyli o'tirishga, chiroyli yurishga, chiroyli gapirishga siz harakat qilavering. Sekin-sekin, demak, buni tabiiy o'zingizni tug'ma, o'zi hamma ayolda borda, latofat bilan tug'iladi. Har bir kichkina qizchalarga qaraylik, qanaqa latofatli bo'ladi va buni hayot o'zgartiradi yoki deylik yashash tarzi o'zgartiradi. Demak, taqliddan boshlashni tavsiya qildilar. Mana sekin-sekin taqlid qilamiz, keyin u bizni oddiy kundalik xatti-harakatimizga aylanadi. Ya'ni latofat o'zimizniki bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda
etiketga rioya qilish uchun, mana shu madaniyatli ko'rinishni boshlash uchun hozircha madaniyatli bo'lish qo'limizdan kelmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa bir obraz tanlab, unga taqlid qilishni boshlash mumkin. Lekin mana shu o'rinda aytib ketishim kerakki, bugun taqlid qilishga obrazlarimiz xilma-xil ko'pda, vыбор ko'p bugun, assortiment bo'lib ketgan. Ya'ni faqat O'zbekiston hududini olsak ham, faqat mana shu bizani hududdagi ijtimoiy tarmoqdagi blogerlarni, shou biznes vakillarini, ya'ni ayol qizlar bugun obraz deganda, kumir deganda kimni, aynan mashhurlarni tasavvur qilishadi. Mana shu joyda men xohlardim aynan to'g'ri tanlov qilinishini. Chunki bugun to'g'risini aytaman, men o'zimcha ayol qizlar bilan juda ham ko'p ishlayman, samootsenka degan narsalar bilan, business womanlar bilan, umumiy aytganda mana bu kuchli ayol obrazi bilan ko'p ishlaymiz-da. Lekin meni qadriyatim boshqacharoq. Bugun mana shu feministik qarashlar, kuchli ayol bo'lish, erkaklar bilan teng bo'lish, obraz, gender tengligi, mana shunaqa narsalarni ozgina biz boshqacha tushunamiz ayol qizlar. Ya'ni bu yerda bu degani jismonan teng degani emas. Aqlan o'sha narsani ayol ham tushunishi mumkin, lekin funksiyalari taraflama teng degani emas. Biz o'zimiz erkaklarga teng kelamiz deb qaytanga bizani eng muhim qurolimiz bo'lgan ojizaligimizdan foydalanmasdan kuchli pozitsiyaga o'tib, raqib ayol qizlar shakllantiryapmiz. qiynalib yashayapti. Raqib bo'lyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, taqlid qilganda ham o'ziga savol berish kerak. Men bu insonni qaysidir yaxshi jihatlarini olmoqchimanmi yoki butkul unga aylanmoqchiman? Mana shu joyda xohlardimki, faqat yaxshi jihatlarini olsangiz, chunki biz bilmaymiz u ayol to'g'ri kuchli ayol bo'lgan holatida qanaqadir yutuqlarga erishgan bo'lishi mumkin. Uy-joy, mol-mulk, mashina, biznes deymizmi? Lekin buni ortida uni qanaqa qayg'ulari borligini bilmaymiz. Shuning uchun men xohlab qolardim faqatgina mana shu ayollikka xos xislatlarini ko'chirib olishlari. Xatti-harakatlarini, xatti-harakati yoki so'zlashuvi, Hammasini. Umuman xulq-atvor modeliga hammasi kiradi-da. Hattoki ko'z qarashingiz, tabassumingiz, yurishingiz, ayol qizlarni bugun yurishidan, kiyinishidan, qanaqa detallar tanlayotganidan ham uni hozir ayol ongidami, erkak ongidami shu narsani bilish mumkin. Masalan, bitta detal shim bilan yubka va ko'ylak ham ko'p narsa haqida gapiradi. Kiyinish etiketi. Keling, shu o'rinda bitta savol beraman. Siz mana shu oldingi Madina Tursunovadan hammamizni oldingi versiyamiz bor. Bu holatga o'tishda kimni tanlagansiz, kimga taqlid qilgansiz yoki o'z tasviringizni o'zingiz yozib chizganmisiz? Qanaqa bo'lgan bugungi? Menda juda ham ko'p, rostini aytsam, menda doimo almashib o'zgarib turadi. Har doim. Bu meni masalan bugungi kundagi qanaqadir do'stim bo'lishi mumkin. Mana hozir meni yaqin dugonam Iman Ahmedovna, psixolog, psixoterapevt. Bu insonni uchratganimda ularni yaxshi taraflarini ko'chirib olishga, yuqtirib olishga harakat qilaman. O'zlariga aytaman, ilohim mana shu tarafingiz menga yuqsin-da. Yoki bo'lmasam bu oila a'zolarimiz bo'lishi mumkin, bu kino qahramoni bo'lishi mumkin, biz tanigan, tanimagan kitobdagi qahramon bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Men xohlardim bitta insonga zatsiklivatsiya qilmasdan yo'lingizda mana hamma ustozlik qila oladi, yo'lda kim chiqyapti? Mana shu insonni, bitta insonni bitta masalan xotirjamlik sifati bor, shuni ko'chirib o'tib keting. Keyingi insonni yana, chunki biz agar butunlay bitta insonni kumir qilib oladigan bo'lsak, hali aytgan gapingiz. U insonning hayotiy ssenariylari, u insonning og'riqlari, u insonning va uni xatosini qabul qila olmaymiz keyin. Xatolari yoki bo'lmasam hammamiz bekamu ko'st emasmiz, kamchiliklari ham o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun idealizировать qilib yuborish kerak emas-da. Masalan uchun meni yoki siz yoki yana kimnidir. Hammaning kamchiligi bor, faqat yaxshisini olib yomonini filtr qilish kerak deb o'ylayman. Madina, siz etiketga qanchalik rioya qilaman deb o'ylaysiz va qaysi etiketga rioya qilish sizga qiyin yoki o'zi umuman etiketga rioya qilaman deb o'ylaysizmi? Etiket bo'yicha unaqa bir katta ma'lumotim yo'q. Qo'ldan kelgancha, masalan, internetdan qarab yoki bo'lmasam, mana sizni sahifangizni uchratdim yoki Rossiya bloglarida bor shunaqa etiket bo'yicha ko'rib, nimadirlarni o'rganib, har xil joydan informatsiya yig'ib harakat qilaman o'zimga tatbiq qilishga. Bu taraflama o'zimni qanaqadir 100% amal qilaman deya olmayman, bu aniq. Lekin etiketni agar bir madaniyat, turmush tarzi deb oladigan bo'lsak, bu narsaga harakat qilaman shu obrazimda, kiyinishimda. Birinchi o'rinda men uchun bilmadim bu etiketga kiradimi yo'qmi, bu albatta tozalik va tartib turadi.
bu narsadan keyin hammani insonlar bilan munosabat. Ya'ni Muloqot muloqotda etiketi. ham, umuman gaplashganda ham, faqat yonma-yon o'tirib gaplashganda emas, balkim telefonda gaplashganda ham, SMSda ham, umuman munosabat qurishda ham qanchalik bir-biri bilan masofa saqlash, oila a'zolari bilan ham bo'ladi bunaqa narsa. Masalan, qaynona kelin, o'sinlar, ona bilan bola, opa-singillar o'rtasida ham etiket bor deb hisoblayman, yoki er-xotin o'rtasida ham bor. Umuman nazarimda bu Harakat turmush qilasiz tarzida doim rioya qilishga. harakat qilaman o'zimni tarbiyalab borishga. Ya'ni aytmoqchimanki, bu shunaqa katta jarayonlar bo'lishi ham mumkin. Yoki kichkina, masalan, faqatgina stol atrofida o'tirib ovqatlanish. Mana shu joyida aytishim mumkin, o'sha stoldagi etiketdan unchalik boxabar emasman. Ya'ni mana bu vilkani qanaqadir taxlash bor, pichoqni qaysi tarafga qo'yish bor, mana shu narsalar esda qolmaydi. Shu o'rinda men qizlarga aytib ketmoqchiman, bugungi kunni asosiy amal qilish kerak bo'lgan etiket qoidasi nima deyilganda, bu stol ustida o'zini qanday tutish emas, balki aynan muloqotda va tashqi ko'rinishda qanday tutish birinchi o'ringa chiqqan. U o'sha stol ustida vilkali, uni qanaqa tutish, qanaqa yeyish, ularni juda ham oldin Fransiyada eski paytlarda juda ham insonlar sizga diqqat bilan qarab turgan, qanday etiketni asosiy qism qilib ko'rsatishgan. Ya'ni dasturxon etiketi muhim hisoblangan. Bugungi kunda nima desangiz, bugungi kunda tasavvur qiling, rioya qilish kerak, chapillatmasdan yeyish kerak, juvachka chaynamaslik kerak, yo boshqa telefondan bog'lanmaslik kerak. Qanaqa vilka qoshuvdan ham ko'ra, sizni gapirish uslubingiz, sizni muloqot qila olayotganingiz, sizni imijingiz birinchi o'rinda shu hisoblanadi. Bugungi kunda o'zingiz uchun bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Bu bugungi kun bilasizku, jamiyatimiz erkin, baribir qanaqa iste'mol qilish, nima qilish. O'z ko'pincha ayollarimiz uchrashuvga borganda ko'p narsa yeyishmaydi. Harakat qiladi, juda xato qilib qo'ymaydi. Lekin bugungi kunda muloqot paytida taomlanish boshqalar oldingidan ko'ra erkinroq. Buni ayta olishim mumkin. To'g'ri, juda ham to'g'ri narsalarni aytdingiz, haqiqatan ham. O'zi baribir men bu temalarni qo'yib yuborishsa kerak, o'sha gaplashganlarimizni qo'yib yuborishsa kerak. Qiziqarli bo'lishi uchun. Madina, siz qaysi etiket qoidasiga rioya qilmaysiz yoki xohlamaysiz shu narsani qilishni? O'zi hozir rostini aytaman, kadr ortida so'rab oldim. O'zi etiket qanaqa yo'nalishda, qaysi kamchiligimni topsak ekan, qaysi sohadan deb. Va hozir mana shu ona bola mavzusida, ya'ni qizimga o'zi vaqt bo'ladi-ku, mana ish vaqti bor, onalik vaqti bor, bekalik vaqti bor. Menimcha mana shu ozgina men suiiste'mol qilib qo'yaman. Shu qizimga vaqt ajratish kerak bo'lganda, ish bo'yicha qanaqadir masalalar bo'lsa yoki men ilm olishni yaxshi ko'raman, darslarim, ta'limim doimo nimadirda o'qiyman-da. O'sha narsani oldi planga qo'yib qo'ysam kerak. Shunaqa kamchiligim. Xarakterizdagi? Xarakterimdagi, rostini aytsam, men mana shu insonlar bilan distansiya qo'yaman. Ya'ni bu degani, masalan, siz bilan hozir ko'rishib qolsak, bunaqa vaziyatda emas. Mana shu ko'rishganimizda yoki umuman munosabatda qanaqadir menga nisbatan shaxsiy chegaramga bir tahdid, daxl qilish, yaqin bo'lish yoki ozgina diskomfort bo'lsa, xafa qilmayman u insonni. Qanaqadir nima deydi, kibrli ko'rinishdan xijolat bo'laman, unaqa qilmayman. Lekin keyingi safar masalan telefon qilganda ko'tarmasligim mumkin yoki shunchaki o'sha muloqotni uzib to'xtatasiz. Shunaqa qilishim mumkin. Chunki men juda ham atrof muhitimni filtr qilaman. Ya'ni o'zi hayotimda sanoqli do'stlarim, sanoqli qanaqadir suhbatdoshlarim bo'ladi. Chunki men ongimni ham harakat qilaman saqlashga, har xil noto'g'ri munosabatlardan, noto'g'ri mavzularda gaplashiladigan suhbatlardan. Shunaqa ozgina shunaqa prinsipim bor, yomonroq. Yo'q, bu yomon emas, o'zi umuman hozir ham ayollarga bemalol shu bo'yicha tavsiya berib ketishingizni so'rardim. Umuman do'sti ko'p qizlarimiz bor. Bugun uchratgan insoni bilan sirlashib ketadigan qizlarimiz bor. Ularga buni etiket jihatidan emas, psixologik jihatdan ularni hayotiga qanchalik minus bo'ladi, shuni ham masalan hozir tavsiya qilib ketsangiz bo'ladi. Men buni hozir etiketga rioya qilmasa, to'g'ri telefoniga javob bermasligingizni qaysidir ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri deb hozir baholamoqchi emasman, lekin aynan o'sha do'stlarni saralash va o'zini hayotini ongli ravishda toza saqlash va sir bermaslik qanchalik muhim qizlarning hayotida, shuni tavsiyasini berib ketsangiz bo'ladi. Ayol qizlarni davrasi, ayol qizlarni hayotidagi nima deymiz, muhiti deymizmi?
pok saqlanishi kerak. Bu uni oila a'zolari bilan munosabati, do'stlari, qanaqa davralarga borishi va kimlar bilan xoh jonli, xoh telefonda, xoh SMSda, xoh ijtimoiy tarmoqda kimlar bilan nima gaplashayotganini judayam filtr qilish kerak deb hisoblayman. Chunki ong men uchun bu ichki dunyoni shunaqangi bir mo'shniy filtri, mo'shniy bir самосознательный shunaqa joyki, etga har bitta fikrni saralab kirgizish kerak. Endi tasavvur qiling, biz duch kelgan inson bilan do'stlashib ketaversak, duch kelgan inson bilan duch kelgan mavzuda gaplashib ketaversak, bugun ijtimoiy tarmoqda chiqqan har bitta yangilikni muhokama qilaversak, ya'ni bu men diniy taraflama ham aytmayman bu narsa qanchalik noto'g'riligini hamma biladi. Psixologiya taraflama, ruhiyat taraflama shunchaki o'zimizni musorga to'ldirayotgan bo'lamiz. Ya'ni o'sha o'zi aslida fikr reallikni shakllantiradi. Insonlar bilan munosabatni, sizni hayotingizga qanaqa voqeliklar kirib kelayotganini, sizni hissiyotlaringizni, sizni mana ayol qizlar tushunishmaydi ba'zan emotsional holatini. Nima uchun kayfiyati o'zgaruvchan, nima uchun gormonlari har xil o'ynab qolyapti, nima uchun o'zidan o'zi stressga, depressiyaga tushib qoladi va sababini topisha olmaydi. Mana shu joyda biz ko'rib chiqamiz, tahlil qilib, o'zi bir kuningiz qanaqa o'tadi? Kimlar bilan ko'rishasiz, nimalar gaplashasiz? Instagramda ochib bering, rekomendatsiyangizda nima chiqadi deyman. Chunki rekomendatsiyada biza like bosadigan, biza kommentariy yozadigan va biza kuzatadigan narsalar chiqib keladi. O'sha yerda shunday qarasangiz bo'ladi insonni ongi qanaqa ko'rinishdaligini. Agar sizga chiqib kelyaptimi g'iybatga loyiq narsalar, bo'ldi. Sizni ongingiz hozir shunaqa narsa tez tozalash kerak. Lekin yaxshi yangilik, mana 21 kun davomida insonni neyronlari butunlay yangilanadi. 21 kun agar biz o'zimizni mana shu filtratsiyamizni yoqib trenirovka qilib yursak, 22-kundan xudo xolisa bu narsa avtomatiklashadi. 21 kun. Shuning uchun ham ko'p transformatsion kurslar, marafonlar kamida 21 kun bo'ladi. Demak, etiketga rioya qilishni istagan ayol bitta xatti-harakatga 21 kun amal qilsa, u avtomatik uniki hisoblanadimi? Xudo xohlasa, ikkinchi insight bo'ldi. To'g'ri, masalan, deylikki, mana shu shoshqaloqlikka etiketni eng menimcha dolzarb masalalardan bittasi. Xotirjamlik, huzurli ko'rinmoqchimi? Mana shu narsani 21 kun davomida har kuni o'zini nazorat qilishdan boshlash kerak. Masalan, shoshqaloqlik nimada? Yurishda, gapirishda, o'tirib turishda, narsalarni olib boshqa yoqqa qo'yish yoki ish qilishda, ovqat. Endi biz hammamiz shunga ko'nikkanmiz-da, ayniqsa o'zbek ayol qizlari. Tez yugurish kerak. Shunaqa tarbiya qilingan. Chaqqonroq bo'l, chaqqonroq. Lekin mana shu biz chaqqonroq bo'lish jarayonida umrimiz qayerga ketayotganini va bizani turmush tarzimiz nimadan shakllanib qolayotganini va biz tashqaridan qanaqa ko'rinayotganimizni unutib qo'yamiz, sezmay qo'yamiz. O'ylashga ham vaqtimiz bo'lmaydi. Mana yaqinda shunaqa bo'ldi. Vaqtim kam, kelishib yuribman, yo'lda yuribman, tez yuryapman-da. O'zimga o'zim ana bitta anaqa formula bu ham tez yuryapman-da, o'zimga o'zim aytdim. Yodgori, tez harakatlanyapsan. Uri sanda latofati nechidir protsent kamaydi. San ayt, ichimda aytamanki, men hammasiga ulguryapman deyman. O'sha holatda men agar shoshilayotgan bo'lsam, mana uyda mehmon kelib qolishi bor yoki bolani bog'chadan olib keldingiz, hamma narsaga ulgurishimiz kerak. O'shanda men shoshilayotgan vaqtimda aytamanki, tinchlanaman, men hamma narsaga ulguryapman. Bu yordam beradimi mana shu narsa? Men shunga amal qilaman deyman. Men hammasiga ulguryapman deyman, keyin tanam xotirjam bo'ladi, sekin harakatlanishni boshlaydi. Yoki qanaqa qilib shoshqaloqlikni bir so'zlar bormi, affirmatsiya deyiladi psixologiyada, yoki bir mashq bormi shoshqaloqlikni ayollarimiz yengishi uchun? Bor. O'zi shoshqaloqlik eng katta muammolarni keltirib chiqaradigan narsa. Aslida bitta narsani aytib ketardim. Shoshqaloqlik bu erkaklarga xos jihat. Erkaklar chunki stressiy situatsiyada rivojlanadi va ularga shoshqaloqlik xos. Ayol qizlar bugun ko'p erkak ongiga o'tib qolayotganini hisobiga va endi tarbiyamizni hisobiga hamma vaziyatlarda deyarli mana shu tez hal qilishga решала bo'lish erkakka xosda, ayolga emas. Tez hal qilishga urinish kerak emas. Ayol kishi ijodkor. Ovqatni ham ijod qiladi, bola tarbiyasini ham ijod qiladi, ishini ham ijod qiladi va bu narsada agar sakinat bo'lmasa, erta yaxshi rezultat bo'lmaydi. O'zi ham norozi bo'ladi, oxirida dunyo ham norozi bo'ladi. Endi mana texnikangizga kelsak, bu juda ham zo'r. Birinchi qadami deb hisoblayman, ichki dialogni o'rnatishni. Ya'ni shoshqaloqlikni yengishni birinchi qadami bu hozir ayni dam, здесь и сейчас to'xtash, pauza va
mana shu sizga o'xshab ichki dialog o'rnatish. Shu yerda bitta moshniy texnika berardim. O'zim qo'llayman doimo, chunki o'zimda bo'lgan bu narsa. Men erkak ongidan chiqqan ayol hisoblanaman. Chunki katta farzandman va katta farzandlar odatda erkak bo'ladimi, ayolmi, ayniqsa o'sha ayol o'g'il kabi tarbiya qilinadi. Ya'ni u o'qishi kerak, u ishlashi kerak, u nimadir bosh bo'lishi kerak, ukalariga, singillariga, u namuna bo'lishi kerak. Va mana shu yo'lda o'zini unutib qo'yadi ayol qizlar. Agar shunaqa holat bo'lsa, albatta katta farzandlar hozirdan o'z sizda ishlashingizni tavsiya qilardim. Hozir sezdingizmi, shoshyapsiz. Farqi yo'q. Bu jismoniy jarayon bo'lsin, xoh miyada ham shoshamiz. Tezan. Nima deyman, nima deb javob beraman, nima qaror qilaman, shoshqaloqlik keldimi? Srazu o'ziga savol berish kerak. To'xta, men hozir shoshyapmanmi? Ha. Ikkinchi savol. Muhitni his etishni boshlash kerak. Men hozir qayerdaman? Men hozir birinchi o'rinda fotostudiyadaman. Bizani 7 ta anaqa sezgi organimiz ishlashni boshlaydi. Mana shu yerda o'zimiz bilan dialog o'rnatamiz. Men studiyadaman, havo qanaqa, necha gradus. Ya'ni bu yerda bizani kelajakka tortib ketayotgan fikr va xayollar to'xtaydi va hozir bo'lishni boshlaymiz. Hozir yonimda krujka turibdi, ichida suv bor, qanaqa haroratda. Mana shu suvni ikkinchi savol, masalan, ichib ko'rishim mumkin. Ichaman-da, bu narsani ta'mi qanaqaligini aytaman. Ya'ni men o'zimni hozirgi damga qaytaryapman. Kelajakda xavotirda emasman, o'tmishni titkilashda ham emasman, hozirman. Mana shu suv bilan. Va mana shu narsani qayta bajarsam, Xudo xohlasa, men shoshqaloqlikdan xalos bo'laman. Juda ham zo'r. Juda ham. Men faqat o'sha bittasini bilar ekanman-da. Ana endi men siz aytgan narsani qilaman, qayerdaman, xona harorati yoki nimadir tatib ko'raman. Bu menimcha yana ham men hozir tasavvur qilib ko'rdim-da, yana ham yaxshi natija beradi. Ana endi bugungi kunda o'zini mana zamonaviy degan tushuncha bor. Bugungi kunda zamonaviy bo'lish bu faqat tashqi ko'rinish yoki siz aytgandek o'zini kuchli ko'rsatish. Qandaydir shu qizlarimiz o'zini zamonaviyman deb o'ylayapti. Bunda ovoz juda ham muhim rol o'ynaydi. Baland ovozda gapiradi. Kuchli ayolman deydi. Men zamonaviy ayolman, men o'zimni fikrimni bildiraman deydi. Baland ovozda gaplashadi. Va o'sha davraga kirib borganda uni hamma bilishi uchun ovozini balandroq qiladi yoki nima deydi? Ayol tonida, mana qiz bolacha ton emas. Kichkina qizcha emas, ayol emas, undan keyin butunlay erkak emas, lekin toni shunaqa holatda gapirishni boshlaydi, boshqaruvchi holatida. Ayollar ovozini baland gapirishini psixologik sababi nimada va bundan qanday ketish mumkin? Meni atrofimda juda ko'p ayollar o'zlari bilmagan holda juda baland gapirishadi. Men aytaman, qulog'im menimcha juda ham meni yaxshi his qiladi desam, ular o'zi umuman baland gapirishadi. Oddiy voqeani gapirib berayotganda ham juda ham mana ikkita xonada mana hozir o'tiribmiz. Biz baribir syomka bo'lgani uchun normal. Lekin juda ham baland tonda gaplashadigan ayollar bor. Buni psixologik sababi nima? Va yechimi? Juda o'zi aslida juda dolzarb mavzuni ko'tardingiz hozir. Ko'pchilik bu narsaga ahamiyat qaratmaydi. Birinchi aytib ketishim kerak, o'zi baland gapirish, baqirish bu inson eshitilishni xohlashidan. Lekin hozir men ayol qizlarimizni aybdorlikka kirib ketmasliklari uchun bu narsani ildizi haqida ozgina aytib bermoqchiman. O'zbekiston hududida ayol qizlar tez, baland va ko'p gapirishi katta foiz bilan kuzatiladi. Nima uchun bilasizmi? Bu qanaqa kelib chiqqan? Bugungi kuchli ayollar, erkak obrazdagi ayollar ham xuddi shunaqa shakllangan. Bilamizki, mana shu oxirgi mana shu ikkinchi jahon urushi davridan keyin butun SNG davlat mamlakatlari xalqlari kabi O'zbekiston hududida ham aynan erkaklarni yo'qotish hissi paydo bo'lgan. Chunki urushda nima bo'ladi? Erkaklar nobud bo'lishadi yoki bo'lmasam imkoniyati cheklangan holatda qaytib kelishadi. Xullas, shunaqa narsa shakllangan. Mana bilasizmi? Mana buvilarimiz va buvilarimizni ota-onalari davridan boshlangan bu narsa. Erkak kishi ko'p yo'qotilgani hisobiga ular erkakka fokusirovka qilishni boshlashgan. Ya'ni o'shandan keyin tug'ilgan dodalarimiz, otalarimiz va bugungi erkaklarni agar qaraydigan bo'lsangiz, men yomonlamoqchi emasman, faqat aytib beryapman, qanaqa shakllandi bugungi holat. O'sha yerda erkaklarni yo'qotishdan qo'rquv ularni prioritetga qo'yishga sabab bo'ldi. Ya'ni
ular tayyor institutga kirg'azildi, ularga tayyor uy olib berildi, ularga tayyor moshina qilib berildi, tayyor uylantirildi. O'g'lim sen yashasang bo'ldi. Tushunasizmi? Va shunaqa holat bo'lgan. Mana shu oxirgi 50-100 yil ichida eslasangiz, qiz bola tug'ilsa xafa bo'lishardi. O'g'il bola tug'ilsa xursand bo'lishadi. Shu oxirgi 10 yildan beri endi qiz bola kutilyapti ko'proq. O'sha davrlarda nima bo'ldi? Erkaklarni tushunchasi shunaqa shakllandiki, men muhimroqman. Endi o'sha paytgi ayol qizlar nima bo'ldi? Ular bir chekkada qolib ketdi. Mana shu 100 yilcha davom etganda bu narsa va ular o'qimaysan, birovni xasmasan, erga tegib ketasan, ish qilishni o'rgan, ovqat qilishni o'rgan, birovni xizmatchisi bo'lasan, sen nevajniysan, xolos, muhim emassan. O'zi nimaga o'zi mani muhim ayol loyiham yaralgan, mana shu narsalarni o'ylashdan boshlangan. Ayol kishi muhim ekanini tushuntirishdan. Shundan keyin ular bugungi davrga kelib qanaqadir sarkardalarga aylanishdi. Tushunasizmi? O'zini himoya qiladigan, o'zini ta'minlaydigan, himoyaga muhtoj, yordamga muhtoj, eshitilmagan ular, ko'yniga qaralmagan, fikri inobatga olinmagan, o'zi tanlamagan, na turmush o'rtog'ini, na kasbini, na o'qishini, nimaga yashayotganini. San jim, biza hal qilamiz san uchun deyilgan. Va bugun shuning uchun ham ular maksimal har taraflama o'zini namoyon qilishga, yarki obrazlari bilan, kostyum shimla kiyib, baland ovoz bilan erkaklarni pozitsiyalarini, rahbarliklarni egallab, bu hammasi og'riqdan unib chiqqan o'simliklar. Tushunasizmi? Faqat chetda men aytardim, qaysidir ma'noda yaxshi bo'lishi mumkin yutuqlarga erishib olgungacha, lekin keyin buni orqasidan hayotiy, oilaviy, sog'liqda ayollarda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Endi etiketdan ozgina uzoqlashib ketdim. Ya'ni aytmoqchimanki, baland gapirish ham biz ildizini men nima uchun baqirayotganimni tushunmagunimgacha men bir muddat o'zimni to'xtatishim mumkin-da, lekin har doim ichimdan bu narsa chiqaveradi. Ishlab olsam, topsam, ha, men demak yoshligimda eshitishmagan, bo'ldi. Hozir qanaqa muhit? Hozir o'z ustimda ishlasam, meni eshitadigan insonda bor. Meni eshitishlari uchun men shoshib gapirishim, ko'p gapirishim, baqirishim shart emas deb men ichki dunyoyimni, ruhiyatimni to'g'irlab olsam, keyin men baqirishga ehtiyojim bo'lmaydi. Bu ehtiyojda defitsitni yopish kerak. Keyin shu o'rinda bitta praktikani men eshitgan edim, to'g'rimi yo'qmi sizdan so'rab ketmoqchi edim. Aynan mana bu davrgacha ayollarimiz o'sha baland ovozda gapirish, o'zini kuchli ko'rsatish darajasini normal qabul qilib olishdi. Bundan keyingi qizaloqlarni biz tarbiya qilamiz. Ya'ni biz onalar, bizni kuzatayotgan onalar tarbiya qiladi. Demak, biz o'stirayotgan qizlarimiz bizga gapirayotganda, men seni eshityapman, qizim, men seni eshityapman deyishimiz va aniq va tiniq aytishimiz kerak ekan. Shu narsa ularni kelajakda baqiroq yoki deylik baland ovozda yoki kuchli qizlar emas, haqiqatdan latofatli, xotirjam ayol bo'lib shakllanishga yordam beradimi? Ya'ni qizaloqlarga men seni eshityapman qizim, eshityapman deb. Rostini aytaymi? Yo'q. Eshlamaydi. Agar qizim men seni eshityapman deb bu yoqda qilib baqirsa befoyda. Namuna bo'lish kerak faqat. Rostdan ham eshitib, ularni tanlovini qabul qilish kerak, hurmat qilish kerak. Shunda bo'ladimi? Ha, bilasizmi bu narsa qachon ishlaydi? O'zi farzandni, men o'zi bitta farzandim bor, to'g'ri, unaqa katta tajribam yo'q, lekin shu kungacha o'rganganlarim haqida gapirsam, farzandni umuman tarbiya qilish kerak emas deb hisoblayman. Umuman. Faqat ota-onani ko'radi, qanaqa gapirayotgan bo'lsa shunaqa gapiradi, qanaqa fikrlasa shunaqa fikrlaydi, qanaqa yashasa shunaqa yashaydi. Biz qanchalik aqllilik qilmaylik, agar men o'sha narsaga o'zim rioya qilmayotgan bo'lsam, agar o'zim kitob o'qimasdan unga kitob o'qi deb baqirsam, befoyda. Ya'ni faqatgina ayniqsa qizlar faqat kuzatish orqali, o'g'il bolalar ham otani namunasini kuzatib, ha, erkak shunaqa narsa ekan bo'ldi, men ham shunaqa erkak bo'lar ekanman. Qizlar, ayol shunaqa onamdagi ekan, men ham shunaqa bo'lar ekanman deydi. Shuning uchun birinchi o'zini tarbiya qilib, menimcha keyin so'z orqali ularga informatsiya yetkazsa foydasi bo'ladi, bo'lmasam befoyda. Menga Madina yaqinda savol berishdi. Sizga qiyin emasmi har doim o'zingizni mamlaqa tutishingiz deyishdi. Ya'ni etiket deganda ayollarimiz bugungi kunda hamma joyda etiketni bo'lishi tushunishyapti. Bu ramka ayollar uchun qiyin. Zamonaviy ayol qanday bo'lishi kerak? Ya'ni etiketni ayol qanday bo'lishi kerak deganda men savol shu narsaga izoh berib ketmoqchiman yoningizda. Bu hech qanaqa ramka emas. Xarizmasini saqlab qolish kerak, tabassumini saqlab qolish kerak.
samimiy suhbatni saqlab qolish kerak. O'zini chiroyli tutish bu oddiy nima deydi, farosat, bizni tilda farosating bormi deb o'stirishgan o'zani. Zvachka chaynamaslik yoki oddiy elementar narsalar etiketga, uchrashuvda etiketga rioya qilish shu hisoblanadi. Zamonaviy ayol juda o'zini erkin tutgan ayol emas yoki juda o'zini etiketni tutib hech kimga qo'shilmasdan hamma narsani juda barmoqlarini mana bunaqa ko'tarib olib mana bunaqa qilgan emas. Aynan zamonaviy ayol birinchi navbatda kasbdan rivojlangan yoki uyda uy bekalik rivojlangan farzandlarni tarbiyalayotgan ayol. Keyingisi muloqot qila olgan, nutqiga ega, ya'ni ayollarimiz absolyutno nutq ustida ishlashlari kerak. Keyingisi tashqi ko'rinish, keyingisi xatti-harakatlar, haqiqatdan ham shoshilmaslik, boya gapirganimizdek, baland gapirmaslik, qo'pol xatti-harakatlar qilmaslik va keyingisi salomatlik. Ya'ni agar ayol gormonal jihatdan, ruhiy jihatdan va salomatlik tanasi bilan bog'liq muammolari bo'lsa, zamonaviy ayol bo'la olmaydi. Chunki u etiketga ham rioya qila olmaydi, u hech narsa qila olmaydi. Har taraflama, ya'ni bu sog'lik faqat biz o'ylaymiz, nima? Tana deb o'ylaymiz. Ruhiy sog'lik, barqarorlik o'sha nima deydi, tana salomatligi. Shuning uchun qizlarimiz bugun tushunishini xohlardik. Zamonaviy va muhim ayol haqida gaplashyapmiz. Bu faqatgina o'zini chiroyli tutish yoki faqatgina to'liq etiketga rioya qilish emas. Biz erkin ham bo'lishimiz mumkin, biz o'zimizni erkin tutishimiz mumkin. Faqat harakat qilishimiz kerak. Jamoat joylarida baland gapirmaslikka, shoshilmaslikka, o'zimizni emotsiyalarimizni ochib tashlamaslikka, o'zimizni muammolarimizni hammaga aytmaslikka. Menimcha, o'shanda ayol muhim bo'la oladi va zamonaviy bo'la oladi. O'z o'rni ham bo'ladi jamiyatda. O'z o'rni bo'ladi. Sizga bitta savolim bor. O'zi umuman bu juda ham aktual bugungi kunda, chunki bugun qizlar turmushga chiqishi yoki unga kimdir turmushga chiqishni taklif qilishi xuddi lotereya yutib olgandek xursand bo'lishyapti. Men o'zi aytmoqchimanki, hamma ayol o'z jufti bilan yaratilgan. Ya'ni bundan anaqalar qilishyapti-yu internetda. Men hayron qolaman-da. Ya'ni bu yerda siz chiroylisiz, siz sog'lomsiz, siz albatta sizga uylangandan u erkak xursand bo'lishi kerak. Sizda ayolni tanlagandan, bizda aksincha ko'rsatiladi. Ya'ni erkak o'tganidan xursand ko'rsatadi. Mayli, bu temani ham chetga suramiz. Xo'p, uchrashuvga chiqdi qizlarimiz. Ilk uchrashuvda o'zini qanday tutishi kerak va mana bilasizku, inson yonida o'tirgan insonni ruhiyatini his qiladi. Yomon narsani o'ylayotganini, shubhasini, nimalarni o'ylash kerak, qanaqa savollar berish kerak, u insonning ruhiyatini bilish uchun narsist emasmi, abyuzer emasmi yoki munosibmi? Hatto 3 ta savolmi, 4 ta savolmi ayta olasizmi? Men psixolog sifatida eng muhim ayollarimiz uchun savollar. Erkak kishiga qanday savol berish kerak birinchi uchrashuvda? Savolingizni tushundim. Menimcha bu boradachi hozir etiket bo'yicha javob bersam, menimcha meni fikrlarim sal mavzuga to'g'ri kelmay qoladi. Psixolog Men endi sifatida. o'zimni men bu shu psixologiya, psixoterapiya va din taraflama anaqa qilaman. Shuni bir-biriga moslashtirib javob beraman. Agar ma'qul desangiz, shu o'zimni Albatta, bilsam, qanaqa albatta. shunaqa javob bersam. O'zi har qanaqa jarayon, nafaqat uchrashuv bo'lsin, nafaqat turmush qurish yoki o'zini ommaga taqdim qilish, hammasida agar ayol qizlar o'zini ayoliy asliy fitratiga ko'ra monand yashasa, qanaqadir bilasizmi? Masalan, men bunaqa qilsam, men bunaqa ko'rinishim kerak, men bunaqa gapirsam, men bunaqa ko'rinaman, Instagramga men buni joylasam, auditoriya men haqimda bunaqa obraz O'ylaydi. namoyon bo'ladi. Ya'ni rezultatini o'ylab turib, biz qanaqadir yasama dunyo yasayotganga o'xshaymizda, soxta bir narsa. Xuddi shu narsa, masalan, uchrashuvga chiqqanda ham men o'ylaymanki, birinchi o'rinda o'zini shunaqangi tarbiyalab chiqish kerakki, haqiqiy o'zini ko'rsata oladigan darajada. Ya'ni chiqib u chiroyli ovqat yeyishini yoki chiroyli libosda borishini va chiroyli erkak kishiga mulozamat ko'rsatishini uchrashuvda ko'rsatdi deylik. Lekin u narsa bir muddatli bo'lsa, ertaga hayotda nima bo'ladi? Menimcha bu faqat bitta uchrashuvga tayyorlanadigan narsa emas, bir soatlik narsa emas. Bu butun umr ayol qizlar o'zini tarbiyalab, mana shu asl ayol qanaqa ilohiy tasdiqlangan kitoblarimizdan ta'lim olishlarini xohlardim. Ilk yaralgan ayol qanaqa bo'lgan, o'zi nima funksiyalari, ovqat qilishmi, ish qilishmi, ishlashmi, pul topishmi, nima? Aslida bu hech qaysisi emas.
nima uni funksiyalari shundan kelib chiqib o'zini namoyon qilsa, xoh ijtimoiy tarmoqda bo'lsin, xoh erkak kishini oldida bo'lsin, xoh yolg'iz qolganda bo'lsin, menimcha baxtli bo'ladi. Lekin biz agar kuchli ko'rinishim kerak, mashhur ko'rinishim kerak, baxtli ko'rinishim kerak, turmushga chiqayotganimni olam bilish kerak deydigan bo'lsak, albatta bu yerda birinchi aytib ketardim, nimadir defitsit bor. Inson nimanidir ko'rsatsa, bu narsani ko'rsatgisi kelayotganidan ko'rsatadi. Xohishdan ko'rsatadi, borligidan emas. O'zini bor narsasini inson faqat yashaydi o'zi. Ya'ni ko'rsatayotgan narsa, masalan, men anaqa shu joyda aytib ketdim, misol uchun o'zimda ham blog bor. O'zim ham 2014-yildan beri yurg'izgan bo'lsam, har xil tanqidga uchrashga loyiq narsalar ham bo'lgan, qanaqadir har xil kontentlar. Ya'ni meniki ham mukammal demoqchi emasman, lekin bugungi qadriyatlarim, agar bugungi sahifamni ko'rishsa, shunaqa fikrga kelganmanki, men insonlarga ko'rsatishni xohlagan narsam emas, balkim borimni ko'rsatishim kerak. Ilmimni ko'rsatgim kelyaptimi, ilmimni ko'rsatishim kerak. Madina, suhbat boshidan buyon ayollarni o'zini tutishi, tana tili, xatti-harakati, shoshilmaslik, baland ovozda gaplashmaslik haqida suhbatlashyapmiz. Siz ayollar uchun muhim ayol seminarini o'tkazgansiz va bunda ko'plab ayollarni yig'gansiz. Albatta, psixolog o'z-o'zidan kuzatuvchan bo'ladi. Shu loyihangizga tashrif buyurgan ayollar mana sahnaga kelishadi. Qanchalik etiketga rioya qilish istaklari yuqori ayollarimizni. O'zingiz shuni ko'rganmisiz va muhim ayol bo'lishda etiketni haqiqatdan ham o'zini tutish, tana tili, qanaqa o'tirish, qanaqa turish, shularni ahamiyatini aytib bersangiz. Xo'p, siz aytganingizdek o'sha seminarim va loyihalarim jarayonida ham kuzataman, lekin bundan tashqari ham, masalan, odatiy kun davomida transportlarda o'tib ketayotganimda, transportda, общественный joylarda, jamoat joylarida har xil vaziyatlarda kuzataman ayol qizlarni, qarayman qanaqa tutishyapti o'zlarini, qanaqa kiyinishgan, bir-birlariga qanaqa munosabatda, masalan, deylik supermarketlarda qanaqa, navbatda qanaqa turishyapti, qanaqa покупка qilishyapti, hamma narsani endi aytganingizdek mutaxassis kuzatib o'rganadi insonlarni. Faqat kitobdan emas, hayotdan. Va mana shu joyda ko'p vaziyatlarga to'qnash kelaman, lekin kuzatamanki harakat qilishyapti. Hattoki men bu narsani bugun nafaqat ayol qizlar, balkim yo'l harakati qoidalarida ham sezishni boshladim. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, 2-3 yil oldin ham judayam bizda betartib edi yo'l harakati. Bu nafaqat yo'l chiziqlarimiz yoki sistema tartibga tushayotganidan emas, balkim insonlarning fikrlash tizimi rivojlanayotganidan men juda ham xursand bo'laman. Ayol qizlar, erkaklarimiz ayol qizlarni oldin misol uchun mashina haydashni bilmaydigan, rahm qilib yo'l beradigan bo'lsa, bugungi kunda ularni ayolligi uchun hurmat qilib yo'l beradigan bo'lishgan. Shu yerda ham ayol qizlar ham oldin o'zini ko'rsatib qo'yib, zo'r haydayman deb namoyon qilgan bo'lsa, bugun o'zini ayol qizligini tan olib va ehtiyojidan tanlashyapti. Ehtiyojidan va erkaklardan baribir bir pog'ona past turganini his etib, chiroyli munosabatga loyiq bo'lishyapti. Xuddi shunaqa men ko'raman navbatlarda ham, har xil vaziyatda. Menimcha progress bor. Progress boshlangan. Ayollarimiz o'zini etiketga rioya qilishga harakat qilishyapti. Madina, muhim ayol bo'lishda etiketga rioya qilinmasa, hayotida o'zi xohlagandek yashayapti. Ya'ni psixologiyada shunday so'z bor, sizni boringizcha qabul qilishsin. Bu noto'g'ri tarjima qilishgan bilaman, lekin borimizcha qabul qilsin desaydi, xohlaganimizcha gapirsak, etiketga rioya qilmasak, o'zimizni xohlaganimizcha tutsak va bizni borimizcha qabul qiling desak, muhim ayol bo'la olamizmi? O'zi aslida borimiz nima ekan deb so'rashimiz kerak-da bugun. Afsuski bugun borimiz noto'g'ri komplektatsiya. Borimiz bugun masalan men 27 yosh bo'lsam, bugungi meni borim bu meni tug'ilgan chaqaloqlik vaqtimdagi pok fikrdagi holatim emas. Bugun men oilaviy turmush tarzimdagi tushunchalarni orttirib olganman. Keyin bog'chadan, keyin maktabdan har xil yaxshi yomon ssenariylarni, ustanovkalarni miyamga olganman. Har xil do'st birodarlarimdan endi qahramonlar, har xil ayniqsa bu televideniyadagi kino seriallarimiz va kliplar bu alohida mavzuda. Dramasiz yo'q.
u dramani ko'rganingizdan keyin sizni miyangizga kiradi, siz uni yashashni boshlaysiz. Ya'ni shunaqangi bizani bugun ongimizda axlat musor ko'pki, bizani borimiz mana shu holatga kelib qolgan. Aslida borimizmi? Asliyatimiz emas. Borimiz Bu bizani qobiqqa o'ralgan upakovkamiz, noto'g'ri upakovkalar kiyib olganmiz. Qo'shnim qanaqa yashasa shunaqa yashash, blogerni oilasi qanaqa bo'lsa shunaqa sayohatga borish. Bu borimiz emas. Kimgadir taqlid qilib kiyinish, men bu trend bo'libdi, shu narsani kiyishim kerak ekan. To'xta, o'zim asli ayollik fitratimga xosmi? Mana shu narsa hop chiroylidir, hop bugun trenddadir, bugun urfdadir. Birinchi shu narsani tushunishimiz xohlardim. Mani borim o'zi nima? Mani borim bugungi kundagi shakllangan men emas. Mani borim aslida men tug'ilgandagi holatim, tug'ilgandagi pok fikrlashim va o'sha yerdagi maqsadlarim edi, hayotga nima uchun kelganim edi. Shundan boshlash kerak. Endi aynan muhim ayol bo'lishga kelsak, muhim ayol mani o'zimman, zadumkamda, qadriyatimda boshlangan vaqti men xohlaganman. Ayol qizlar o'sha vaqtda ayniqsa, hozir o'sha ancha erkinlik bo'ldi, o'sha paytlar 2021-yilda asos solgan bo'lsam, ancha kelinlarni eng qiyin avjiga chiqqan davri bo'lgan. Eng qiynalayotgan, hali beri endi o'z haq-huquqlarini talab qilishni boshlagan davr bo'lgan. O'shda men juda ko'p ko'rardim ayol qizlar qiynalishini va xohlardimki, birinchi o'rinda inson o'zini qadrli ekanini, muhim ekanini avvalo Robbisi uchun, keyin o'zi uchun, keyin ota-onasi, turmush o'rtog'i va atrofdagilar uchun muhim ekanini o'zi tushunmagungacha hech kim kelib sen muhimsan deb qo'lidan tortib chiqazmasligini tushunganman 100%. Shu qadriyat bilan men hisoblaymanki, muhim ayol shakllanadi. Endi o'zini qadrini tushunish uchun albattaki o'zini yasini, o'zini menini shakllantirish kerak. Menini bu yerda ham savol berish kerak. Men o'zimni qanaqa ko'rishni, qanaqa bo'lishimni xohlayapman. Buni shunchaki daftar ruchka olib yozish mumkin-da. Men bu narsani har yili amalga oshiraman. Chunki o'tgan yilgi men bu yilgi men emas. Kechagi men bugungi men emas. Ertaga meni boshqacha yangicha fikrlashim bo'ladi, yangicha xulosalarim va anglashlarim bo'ladi va yildan yilga shunaqa. Va bugungi men 2026-yilda qanaqa Madina bo'lishimni xohlayman, yozishim kerak. Xotirjam, halovatli, huzurli, hozir va ayni dam yashashni biladigan, ommani ichiga borganda shoshib-pishib odamlarni fikrini o'ylab emas, balkim o'zim maza qilib o'sha jarayondan rohatlanadigan va hokazo. Shu narsalardan keyin mana endi mani borim bugun shakllandi deb ozgina o'ylashimiz mumkin. Ana undan keyin mani borimcha qabul qilishsin desak to'g'ri bo'ladi. Lekin kechirasiz, sog'lig'imizga ahamiyat bermayotgan bo'lsak, vaznimiz bir tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, uni orqasidan o'zimiz, oila a'zolarimiz, juftimiz kasalliklardan qiynalayotgan bo'lsak, ommani oldiga borganda umuman hayotda faqat odamlarning fikri bilan yashasak, bu borimcha qabul qilishsin degan narsaga to'g'ri kelmaydi. Muhim ayol bo'lish uchun demak har taraflama ustida ishlash va kechagidan bugun farqliroq bo'lish kerak. 100%. Demak har kuni o'zgarishimiz, har kun ustimizda ishlashimiz kerak. Men bitta narsaga o'zi ahamiyat beraman. Juda ko'p nafaqat O'zbekistondagi, balkim xalqaro miqyosidagi insonlar bilan, ekspertlar bilan ko'p muloqot qilganman va bu menimcha ko'pchilikda bo'lsa kerak. Men o'sha insonni holatini his qila olaman va men bugun haqiqatdan ham sizda o'sha boshida aytdingiz, biz xotirjamlik deb aytamiz, o'sha sakinat sizdan ufurib turibdi. Men o'ylardimki, muhim ayol bo'lishda buni ahamiyati juda kerak, xotirjamlik. Men juda ham xursand bo'ldim. Jamiyatimizda yosh bo'lishingizga qaramasdan mana shu xotirjamligingiz bilan shu ayollarga bilim berayotganingizdan, bu ko'rsatuv o'rtasida bo'lsa ham sizga minnatdorchilik bildiraman va davom eting deyman. Chunki bilasizmi, chet eldagi bilimlarni ham, o'sha dunyo miqyosidagi bilimlarni ham o'zimizga moslashtirib emas, lekin chiroyli tarzda yetkazish ham bu katta kuchni talab qiladi, katta nima deydi, tajribani talab qiladi. Men o'ylaymanki, siz shuni chiroyli qilib, mix qilib, hammasini aralashtirib uzata olyapsiz. Bu juda ham muhim. Chunki to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib yetkazgan psixologlarimiz ham ko'p emas. Afsuski, shuni evaziga bugungi kunda jamiyatimizda qaysidir ma'noda psixologlarga ishonchsizlik paydo bo'ldi. Lekin bor ekan-ku deya oldim mana bugun. Chunki yoshingizga nisbatan bu maqtovni berishim juda ham to'g'ri. Chunki agar yoshi katta psixologga bunaqa desam, shuncha yil, конечно, endi shuncha yil o'rgangan bilimi deyiladi. Siz yosh bo'lsangiz ham bugungi berayotgan tavsiyalaringiz menga juda ham yoqdi va mana Ziyoraxon taklif qilgan edilar. Men juda ham
xursand bo'ldim. Bugungi suhbatimizdan o'zi xursand bo'ldim. To'ymayapman, vaqtimiz kam qilayotgan bo'lsa ham. Endi sizga aytmoqchi edim. Kiyinish men profilingizni ko'rdim, blogingizni ko'rdim. Muhim ayol bo'lishda albatta imij juda ham muhim. Etiketda ham, biznes uchrashuvga borasizmi, ilk uchrashuvga borasizmi, umuman sizni hurmatingiz bo'lishi uchun imijingiz, ya'ni ayol kishini tashqi imiji juda ham muhim hisoblanadi. Siz imijingizni qanday boshlagansiz va nima deydi? Nima uchun ayollar masalan shimda hozir ko'p ko'ylak tanlashmaydi. Bularni ayollarga ruhiyatiga va ruhiy holatiga taraflarini, salbiy, ijobiy taraflarini aytib ketsangiz. O'zimni uslubim haqida gapiradigan bo'lsam, mana shu 2022-23 yillargacha o'zim dostigator sifatida, men bilasizmi, erkaklik ongi, erkakdagi fikrlash, biznes qilish, g'alabalarga, yutuqlarga erishish, mana shu faqatgina mana shu qanaqadir bir boshqaruvchi mukofotlar orqasidan yugurish, yutuqlar orqasidan yuguruvchi ayol qizlar safiga kirganman va qaysidir joyda to'xtadimda, bu narsa sog'lig'imdagi kasalliklar sabab mana shu ayollik bilan ishlash menda uyg'onishni boshladi. O'sha vaqtgacha men kostyum shimlarga, aynan shim kiyishga, erkaklarga xos krossovkalar bo'ladimi, mana shunaqa stil, brutalniy, shunaqa obrazlarga qiziqqanman va o'zimni komfort his qilardim. Sizga rostini aytsam, men taqinchoqlar deyarli taqmasdim. Buni yaxshi ko'raman. Masalan, tilla kumushlar taqsam, o'sha zeb-ziynatlar deymiz-ku, ayol qizlarga xos yoki bo'lmasam ko'ylaklar, yubkalar kiysam, o'zimni diskomfort his qilardim. Va men keyinchalik aynan mana 2 yildirki ayollik bilan женский energiya deymiz-ku, aslida bu judayam katta mavzu. Bu faqat женский energiya haqida emas. O'sha siz aytib turgan energetik darajada insonlar bir-birini his etishi, mana shu vibratsiyalar, mana shu bir-birimizdan taralib turadigan aura, bu mana shu женский energiya, aslida женская energiya. Lekin uni tagida katta ayollik asli fitrati degan fundament turadi. Mana shu narsa bilan 2 yil men haligacha ishlar ekanman. Endi shuni tushundimki, ayol kishini kiyinishi, o'zini taqdim qilishi va qaysi obrazda o'zini qulay his qilayotgani ichki dunyosi haqida 100% gapiradi. Qanaqa ranglar tanlayotgani, qaysi obrazda. Bugun o'zini kostyum shimda, brutal mana shu galstuklar bo'ladimi, qanaqadir bir erkaklarni elementlari hisoblanadi. Shunaqa narsalar kiygan ayol o'zini komfort his qilyaptimi? Bu yerda ayblamoqchi emasman. Bu yerda ichki dunyoda muammo ketyapti. Ya'ni men kuchliman, men kuchli bo'lmoqchiman, men erisha olaman, men erkakni himoyasi menga berilmadi, men muhtojman, men endi o'zimni ta'minlayman, o'zimni himoya qilaman. Ya'ni полностью erkak ongi ketadi. Buni aytib o'tganimdek, boya natijalari yaxshi emas, to'g'ri, qanaqadir ma'noda yutuqlar beradi bu narsa. O'zini missiyasi bor, har bir insonning hayotida taqdirida bor shunaqa holat. Buni orqasidan ayollarimiz, bilasizmi, tog'ni talqon qila oladi. Ayollarimiz hammasi erkaklar qilgan ishni 2 baravar qilsa qila oladiki, lekin kerakmi? Va baxt beradimi bu narsa? Bugun menimcha tushunishni boshlashdi ayol qizlar va shu narsa qarangki, obraz bilan ham o'ziga bog'liq. O'zini qanaqa namoyon qilayotgani. Mana shu gap rostmi? Ayol kishi yubka yoki ko'ylak kiyganda butun endi men ham o'sha umuman hamma aytadigan savollarni so'rab olmoqchiman. Butun olam, ya'ni shunaqa tarjima qilishganda, butun olam sizga o'sha ayollik energiyasini taqdim qiladi degan so'zlarni eshitganman. Ya'ni birgina yubka kiyishimiz bizni latofatli qilishga qay darajada ta'sir qiladi? Bu narsaga bog'liq deb hisoblamayman, rostini aytsam, chunki shunaqa ayol qizlarimiz bor, ko'ylak kiysa, yubka kiysa o'zini noqulay his qiladi. Masalan, bu narsa yosh bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xotinga o'xshab qolyapman deyishadi, yoshim katta bo'lib qolyapti, men hali yoshman-ku, men shimchalar anaqalar kiyishim kerak. Bu hammasi savol berishimiz kerak. Bu ehtiyojlar qayerdan kelyapti? Ya'ni bilamizki, bu misol uchun shu yoshligidan, ayniqsa maktab davrida shunaqa holat bo'ladi. Ayol qizlarimiz ochiq kiyinishga, mini yubka kiyishga, sochlarini har xil rangga bo'yashga qiziqish uyg'onish boshlaydi qizlarda. Shu yerda ota-onalarda xavotir paydo bo'ladi. Lekin ularni urishishadi, koyishadi, tarbiyalab cheklov qo'yishadi. Lekin shu yerda savol berish kerak, to'xta. Nima uchun u o'zini bunaqa yarqa namoyon qilishni boshlayapti? Balkim unga e'tibor yetishmayotgandir. Balkim u bilan ota-onasi suhbatlashmayotgandir. Balkim
otani e'tibori yetishmaganda u tashqaridagi erkaklardan e'tibor kutishni boshlaydi. Onaniki yetishmaganda u dugonalarini oldida o'zini tasdiqlashni boshlaydi. Bu narsa masalan bugungi kunda katta yoshli ayol qizlarimizning o'rtasida ham bor. O'sha gaplarga boriladi, to'ylarga boriladi. Hamma bir-biridan o'zarga ko'proq qancha og'ir kilogramm tilla taqib borsa, shuncha boy, qanchalik qimmat kiyim kiyib borsa, shuncha go'zal. Bu yerda men yomon demoqchi emasman, lekin qarash kerak. Defitsitda nima turibdi tagida? Balkim oilada tasdiqlanmayotgandir shu ayol. Oilada mehr, e'tibor, keraklilik hissi berilmayotgandir shu ayolga va aynan e'tibor bering. Ayollarni oldida o'zini ko'rsatgisi kelayotgan bo'lsa, uyda ayollardan e'tibor yetishmayapti. Onasidan, qaynonasidan, qiz farzandlaridan, kelinlaridan. Agar erkaklarni oldida ko'chada biz ayblaymiz shunaqa ayollarni. Aslida bu yerda ruhiy kasallik ketyapti. Ko'chada masalan noto'g'ri ayol deb aytamiz, lekin unaqa ayollarni ham ichida dardi bor. Demakki, uyda yoshligida yoki hozir otasi, turmush o'rtog'i taraflama unga o'sha e'tibor ko'rsatilmayotgan va u shu narsani ko'chadan defitsitini yopmoqchi bo'lyapti. Va mana shu obrazlar ham, turmush tarzi ham, kiyinish, xulq-atvor hammasi ichki dunyo haqida gapiradi. Va ichki dunyoni defitsitini yopmagunimizcha, biz profitsit holatiga kelmagunimizcha, qanchalik ustini to'g'irlamaylik upakovkani, u ichkaridan muammo chiqaveradi tashqariga. Ya'ni men hozir o'zimga diskomfort bo'lib, erkak ongida bo'lsam ham ko'chaga yubka ko'ylak kiyib chiqishim mumkin, lekin baribir o'zimni ayoldek tuta olmasam, befoyda. Baribir erkakcha tutsam. Va teskarisi. Aynan menimcha o'zagi bilan ishlagandan keyin ko'ylak yubka kiyish shunaqangi rohat berishni boshlaydi, shunaqangi mana shunaqa ayol qizlarimiz bo'ladi. Bugungi go'zallik standartlariga to'g'ri kelmaydi, qarasangiz bir bor-ku, bugun figura, makiyaj, lekin istara bo'ladi. Lekin energetika bo'ladi. Hamma o'tgan inson orqasiga qaraydi, xoh erkak, xoh ayol. Nimaga? Chunki unda ayollik jozibasi ufurib turgan bo'ladi. Chunki u bu dunyoga haqiqiy kelgan, o'zligini topgan bo'ladi. Agar u yasama bo'lsa, ichidan huzursiz, xavotirda, birovga yoqish uchun o'zligini anglamagan bo'lsa, birovga yoqish uchun defitsitda bo'lsa, u qanchalik figurasini chiroyli qilmasin, sport zaliga borib qanchalik tilla taqmasin, brilliant taqmasin, qanchalik eng qimmat butikdan brendli kiyim kiymasin, umuman e'tibor tortolmasligi mumkin. Va shunaqa ayol qizlar oldimga kelishadi. Qarasangiz, просто shikarniy obrazda, eng qimmat kiyimlarda, lekin yolg'izlikda yoki bo'lmasam muammolar yoki hammasi ichki dunyodan. Xo'p, demak, hozir siz aytdingizki, ko'ylak kiysa ham, o'zini majburlab etiketga rioya qilsa ham, ayollik energiyasi bilan ishlamasa qiyin. Ya'ni bitta ishni inson o'ziga ko'p bora majburlab qildira olmaydi. Bu ayollik energiyasini oshirish uchun albatta sizni konsultatsiyangizga borish yoki kursingizda o'qish kerakmi, yoki bir bittami, ikkitami, uchtami mashq bera olasizmi? Uyda o'zlari, mana shu qizlarimiz etiketga rioya qilgunga qadar ayollik energiyasini oshirishi uchun. Qizlar, mana shuni qilsanglar, sizlarda ayollik energiyasi oshadi, ozgina bo'lsa ham deydigan tavsiyalaringiz bormi? Umuman shart emas meni darsliklarimga murojaat qilish, lekin men xursand bo'laman aslida. Men har doim bitta tavsiyani beraman, o'zimga yordam bergan tavsiyani. Mana bugun to'g'ri diniy materiallar ko'p, har xil material bor, lekin mana bugun bizda diniy idoralarimizdan tasdiqlangan, ro'yxatdan o'tgan materiallar ichida yoki bo'lmasam o'sha maxsus ilohiy kitoblarimizda ilk insonlar yaralgani, o'sha odam ato bilan momo havo yaralgani hikoyalari bor. Internetda ham bor, adashmasam. Mana shu hikoyani o'qishlarini tavsiya qilardim. Agar to'g'ri tavsiya bo'lsa, o'rinli bo'lsa. Mana shu momo havo ilk ayol yoki bo'lmasam payg'ambarlarimiz ayollari qanaqa fitratda bo'lgan, qanaqa kiyingan, qanaqa yashagan, nimalar qilgan, qanaqa xulq-atvor modelida bo'lgan. Mana shu hammasi aslida zamonaviy ayol deyapmiz-ku, aslida zamonlarga bo'lishimiz ham noto'g'ri deb hisoblayman-da. Bugungi zamonning o'zini qonun qoidalari bor, lekin etiket bu hamma zamonlarga to'g'ri keladigan narsa, xulq-atvor modeli va buni tarixdan ham o'rganishimiz mumkin. Shu tavsiyani berishim mumkin. Yana ayollik asli fitratiga o'sha boshda aytganimdek, shunaqa obrazlarni topish kerak. Haqiqiy, lekin to'g'risini aytsam, bugun mana shu statistika anaqasiga qarasak,
erkak ongi ko'payib ketgan ayol qizlar orasida. Tanlov qiyin ko'p bo'lganda. Judayam qiyin topish. Haqiqiy asli ayollik fitratida qolgan ayol qizlar judayam kam. Iloji boricha topish kerak shunaqa obrazlarni. Kuzatib, mana masalan o'sha qanaqadir men o'zim arab ayol qizlarini kuzataman. Ularni kiyinishi, o'zini tutishi, lekin hammasi ham emas, to'g'ri, har xil bor. Bu narsa-chi anaqa hudud, din, millat tanlamaydi-da. Bu har bitta insonning qo'lidan keladi. Faqat topish kerak, yozib chiqish kerak, masalan, izlanish kerak. Kitoblar bor shunaqa, aynan ayollikka xos xislatlar qanaqa, erkaklikka xos sifatlar qanaqa. Shu narsalarni ajratib tushunib olish kerak va o'zini kontrol qilishni boshlash kerak. Kuzatib, men hozir qanaqa tutyapman o'zimni. Erkakka xos, bilasizmi? Bu narsa fikrdan boshlanadi, hattoki xulq-atvor fikrdan boshlanadi. Shunaqa narsa bor. Fikr nazorati. Masalan, men tez nimanidir hal qilishga, bir narsalarga erishishga, pul topish, nimadirlarga qiziqish boshlayman. O'zimga savol beraman. To'xta, men hozir ayolga xos fikrlayapmanmi, erkakka xos fikrlayapmanmi? Aslida bu narsalar erkakning funksiyasi-ku. Demak, men shu yerda hozir qanaqadir balansga keltirib olishim kerak. Lekin men har doim aytaman, ayol qizlarni ayollikda o'zini saqlashi ishlashiga umuman bog'liq emas. Qanaqa ishlashiga bog'liq. Va katta daromad topishiga ham hattoki bog'liq emas. Chunki ayol qizlarimiz o'ylashadi, men ko'p pul topsam, demak bo'ldi, erkaklashib ketar ekanman. Yo'q, unga bog'liq emas. Million dollar topadigan ayol qizlarimiz bor, lekin o'sha soat 6 dan keyin yoki bo'lmasam o'sha eri bilan kelishgan vaqtdan keyin uyga keladi deb unutadi u kimligini. Uyda u beka bo'ldi, u uyda ayol. Necha yoshga kirmasin, nechta farzandi bo'lmasin, nechta biznesi va nechta mashinasi, mol-mulki bo'lmasin, uyga kelgandan keyin u ojiza ayol. Mana shunaqa detallarni agar tartibga solinib olsa, bitta hayotda ham ayollik turmush tarzi bo'ladi va obrazi ham, energiyasi ham o'sha ayolga xos chiqishi boshlaydi deb hisoblayman. Blogingizda ko'rdim, pul haqida ham gapirgansiz. Shu o'rinda bitta narsa, muhim bir savol bermoqchiman. Yaqinda Abu Dabida bo'lganimda sayrga chiqdim qizim bilan va shunda juda ham e'tiborimni tortgan bitta holat bo'ldi. Ya'ni ayollarni o'zini tutishi u alohida masala. Arab davlatlar tabassum bilan qarab turishadi. O'sha xotirjamligi, ularni ayollik energiyasi u alohida. Masalan, men havas qildim. Ya'ni aynan markazlashgan joyida emas, o'sha ko'chasida sayr qilib yurgan ayollarni, qizlarni ko'rib, Abu Dabi aynan shu bo'yicha post ham qo'yganman. Bu bilasizmi, shu darajada xotirjamlikki, ular ayol ekanligidan butunlay mamnun. Bilasizmi, mana shuni agar tomoshabin qizlarimiz his qila olsa edi, masalan, men o'sha yerda ko'rib, o'zimni ayol bo'lib yaratilganimdan mamnunlikni shunday ekranda ko'rsatilgandek ko'rdim-da. Bular buncha baxtli deyapman. Ular ayol bo'lib yaratilgandan mamnun va siz aytgandek, asl ayol fitratidan hech qanaqa ortiqcha xatti-harakat qilayotgani yo'q. Endi yonimdagi inson aytibdi, "Конечно, shunaqa bo'ladi" deb, boy badavlat bo'lgandan keyin, albatta shunaqa bo'ladi deb, bunaqa mamlakatda yoki deylik, mamlakat muhitda yashayotgandan keyin deyishdi. Demak, ayol kishi xotirjam bo'lish uchun, boya savolga javob bergandek bo'ldingiz, lekin chuqurroq so'ramoqchiman. Etiketga rioya qilish uchun, latofatli bo'lish uchun pul va ayoldagi moddiy holati qanchalik muhim? Pulsizlik haqiqatdan ham hamma ayolni qo'pollashtiradimi? Ikki qism bo'ldi savolingiz. Ikkinchisiga birinchi javob bering. Aslida erkak kishi puli bor edi, ayol kishi puli yo'q edi bilinadi deyshadi. O'zi bunaqa narsa emas. Gap pulda emas, balkim mana shu pul borligi va pul yo'qligi bu sinov, bu stressiy holat, bu ekzamen. Va erkak kishi aynan profitsit payti qanaqa xulq-atvor modeli aslida chiqadi, uni podsoznaniyasidagi, uni ong ostidagi haqiqatlari chiqishni boshlaydi. Ayolda esa mana shu imенно defitsit vaqti, pul yo'g'ida uni ong ostidagi haqiqatlari chiqishni boshlaydi. Va pul bilan uni xulq-atvori faqat shu joyida bog'liq deb hisoblayman. Ya'ni gap pulda emas. Pul ko'p, kam, kimdir ta'minlayapti, ta'minlamayapti, unaqa narsada emas. Xususan o'sha arab davlatlari, Dubay, Abu Dabida men ham kuzatganimdagi eng yaxshi ko'rgan va hayron qolib, qaniydi o'zbek ayol qizlarimiz yuqtirib bosadigan hislatim, shunday yuzimga qarab jilmayishadi-da. Boshida g'alati bo'lgan, nimamdir netopmi debdi. Yo'q, ular shunaqa ekan.
bu Ayollarning bilmayman bir-biriga o'ziga ishonchmi, munosabati. man ulgurmadim ularni psixologiyasini o'rganishga, kam vaqt bo'ldi bu yoqda, lekin shu narsasini juda ham yaxshi ko'rdim. Aynan o'zbek ayol qizlarimizda esa shu narsa sal kamroq. Nimaga? Agar kulib qarasak, biz notanishmiz-ku deyishadi, Yoki yoki bo'lmasam bizani nimamdir noto'g'rimi deyishadi, yoki qanaqadir kibr bo'lishi mumkin. Ya'ni nosog'lom biz uchun g'alati muhit bu narsa. Men xohlardim ayol qizlar mana shunaqa bir-birimizga qarab besabab tanimasak ham, salomlashmasak ham kulib o'tib ketishimiz. Chunki qanaqangi bu kayfiyat beradi. Yanachi ular kompliment ham qiladi sizga. juda Ko'rinishingiz chiroylisan zo'r deydi. deyishadi. Mana bu o'ziga ishonch, o'zi chiroyliligidan, uverenligidan ikkinchi insonga, ayolga zo'r kiyimingiz yarashibdi, chiroylisiz deb aytish bu ham chiroyli etiket bo'lsa kerak. Shu o'rinda hozir shu gapingizga yetib ketaman. Masalan, men ko'pincha jamoat joyiga kirib ketayotganimda yoki mashinani bir joyga qo'yganda yoki liftga to'g'ri kelib qolganda ayollar bilan shunaqa salomlashsa sizga hayron qarashadi. Va hali siz aytgandek, men shu narsaga e'tibor bermagan ekanman, shu narsaga hozir e'tibor berdim. Masalan, liftga chiqyapsiz, ikkita ayol turibdi. Siz kirib assalomu alaykum deb joylashmoqchi bo'lsangiz, qilganlari ham bo'ladi. Men tushunmayman. Ya'ni samimiyat bu o'zini past tabaqa sanash emas yoki samimiy munosabatda bo'lish yoki ensa qotirish bu sizni zo'r ekanligingizni belgisi emas. Hozir iltimos qilardim o'sha Madinaning gaplaridan keyin haqiqatdan ayollar bir-birimizni hech bo'lmasa tabassum bilan yoki hech bo'lmasa ensa qotirmaslik bilan qo'llab-quvvatlashimizni. Chunki ayollar bir-birini qo'llab-quvvatlashga hozir уже muhtoj. To'g'ri. Bu yerda men o'ylaymanki, o'zbek ayol qizlarini hammasi samimiy, yaqin, shunaqa bo'lgisi keladi deb hisoblayman. Faqat bizda baryerlar borda ichki. Bu ham o'sha yoshlikka borib taqaladi. Ya'ni yoshligimizdan jim gapirma, ortiqcha kulma, jim o'tir, nariyoqqa o'tir, mehmonlar kelganda chiqma. Faqat nima deydi? Cheklovmi? Bosim va bostirilgan. Doim korreksiya qilinganmi shunda? Ha, tanqid, korreksiya, qanaqadir ichki erkinlikka qo'y berilmaganda, o'zini namoyon qilsa, bu noto'g'ri deb hisoblangan. O'zi birinchi o'zi uyalishidan qo'rqishganmi ota-onalar? O'zi uyalib qolishdan qo'rqishgan. Endi ota-onalarning ham o'zini motivi bor. Men ularni ham yomon demayman. Bu-chi davr kasalligi, bu zamon kasalligi. Hamma zamonni o'zini muammolari bor psixologik. Bizda shunaqa. Lekin hozirgi zamon yaxshiroq va men aytardimki, bilasizmi, boya Abu Dabilarni gapirdik. Aslida men borganimda shu narsani bilamanki, bu qanaqadir patriotligimdan emas. Rostdan ham men O'zbekistondagi aynan ayol qizlarni, o'zbek xalqini yaxshi ko'raman. Bizda baxt hissi ko'proq. Nimaga? Biz u yoqda to'g'ri, arab ayol qizlari boy, chiroyli, hamma narsasi bor, kiradi, Dubay molidan kiyinib chiqadi deyishimiz mumkin. Lekin bilmaymiz-ku, ularni u yoqda, misol uchun, ularda deylik o'sha 4tagacha ruxsat berilgan u yoqda, tushunasizmi? Plusi bor joyda minusi ham bo'ladi-da, lekin bizda boshqacha-ku. Bizda ayol kishi bugun qanaqa qonuniy himoyada, qarang, qanaqa go'zal himoyaga olingan. Bugun ijtimoiy tarmoqda xohlagan muammosini aytib chiqa oladi. Shukur deymiz bunga. Yordam so'rab chiqa oladi, murojaat qilib chiqa oladi. Bugun to'g'ri 100% emasdir, lekin hamma joyda harakat qilinyapti ayol qizlarni himoyaga olish. Ya'ni shu narsani aytib ketgim keldi. Ya'ni O'zbekistonda ayollar ovozi bor. Ya'ni uni eshitishadi. Bor. Bugun baqirish, tez gapirish, ko'p gapirish shart emas. Sekingina o'zimizdan namoyon qilsak ham bu narsa ommalashyapti, bu narsa eshitilyapti. O'zingiz ham ko'rib turibsiz, bugun joylangan qanaqadir muammo shunaqangi ommalashib ketyapti. Instagramda hamma yordamga kelyapti. Ya'ni bugun qanaqadir andisha bilan o'zimizdan namoyon qilsak ham xavotir olmasak bo'ladi himoyamizdan deb o'ylayman. Menimcha o'zini himoyada his etish ham etiketga yordam bersa kerak. Chunki o'zini himoyada his etmagan ayol huzurli bo'la olmaydi. Va kuchliroq bo'lishga harakat qiladi. O'zini himoya qilishga, birinchi tashlanishga, ovoz bilan bir xillari jismoniy o'zini himoya qilishga, o'zini kuchli ko'rsatib, qanchalik u qo'lidan nimalar kelishini namoyon qilishga tushadi. O'zi aziyat chekadi, o'zi xohlamaydi deb o'ylayman bu narsani. Lekin biz yashab o'tganlarimiz, ularni yashab o'tganlari, yoshligidan travmalari shu narsaga sabab bo'ldiki, bugun hattoki liftga kirganda yoki o'tbetga kirganda salomlashishga, bir-birimizga jilmayishga uyalamiz. Men o'ylayman, xohlaymiz. Faqat onasi yoshligida ortiqcha gapirsa jim o'tir degan qiz qanaqa qilib begona mana sizga qarab turib
assalomu alaykum, ko'rinishingiz yaxshi deya oladi. Bunga katta jur'at kerak. Bunga o'sha yoshligidagi kichkina qiz qobig'idan chiqish boshlash kerak. Suhbatimiz so'ngida bitta savol bermoqchiman. Mani kuzatadigan ayollar faqatgina talabalar yoki uy bekalari yoki deylik yosh qizlar emas, tadbirkor, muvaffaqiyatli, hatto rahbar ayollar ham kuzatishadi. Aynan bilasiz, rahbar bo'lgandan keyin ayollarda erkaklik energiyasi oshadi. Chunki o'sha siz boshida aytganingizdek, решительностьda hal qilish, har qanday muammoni hal qilish, unga o'zini qarorini berish, unga nuqta qo'yish, uni o'zgartirib olish, bu har kuni his qiladi. Aynan mana shu ayollarimiz etiketga rioya qilgan taqdirda ham o'zlari his qiladi, nima uchun oldingidek baxtli emasman yoki balkim ayollik energiyasi kamayganidandir. Aynan rahbar ayollarga o'zini xotirjam va o'sha latofatli, o'sha yosh va hamma narsaga ulgurayotgan his qilish uchun qanaqa tavsiya bera olasiz? Birinchi qadam to'g'ri disiplina va grafik o'rnatib olish. Ya'ni 24/7 bu erkak ishlash, 24/7 ishlash bu erkakka xos. Ularni kuchi yetadi. Ham jismonan, ham aqlan ular maza qiladi bu narsadan. Pul topadi, rezultat dostigatorsidan ular maza qiladi. Ayol kishi vaqtida uxlash kerak, vaqtida ovqatlanish kerak, o'zini grafikini to'g'irlash kerak. Kun davomida nechadir soat ishga belgilab olish kerak va faqatgina qancha pul kelmasin, qancha narsa bo'lmasin, faqatgina o'sha soatlarda ishlash kerak va qolgan vaqt o'zini ayolligiga, o'zini bekaligiga, o'zini shoppingimi, salonimi, o'sha narsalarga vaqt ajratish kerak deb hisoblayman. Ikkinchi qadam qilayotgan amalini, niyati va natijasini va maqsadini o'ylash. Masalan, farqlab beraman, erkak kishi har bitta ishini qilayotganda foyda ko'zlaydi. Chunki uyiga non olib borish kerak, rezultat kerak. U shunchaki borib ofisda vaqt o'tkazib ketish unga rohat bermaydi. Uni albatta oxirida rezultat bo'lishi kerak. Ayol kishi uchun esa aslida ishlash boshqacha bo'lishi kerak. U yerda rohatlanish kerak, ijod bo'lishi kerak. Mayli xuddi erkak qilayotgandek ish qilsin, mayli balkim quruvchilik qilar, balkim quruvchilarga bosh bo'lar. Lekin o'sha yerda o'zini nima uchun qilyapman? Oila boqish uchun qilayotgan bo'lsam agar, bu mani funksiyam emas-ku deyish kerak. Men faqat mana shu quruvchilikdan, yoki mana shu qilayotgan ishimdan agar rohat olsam, maza qilsam, pulidan emas, protsessdan, jarayondan maza qilsam, men o'zimni ayolligimga xos ishlayapman. Agar men erkaklarga xos ko'rinishda foydani, pulni, faqatgina rezultatni ko'zlayotgan bo'lsam, o'zim qiynalaman bundan. Rezultatga erisha olaman, bu 1000%. Ayol kishi erkaklar qilgan ishi ertamani 2 baravarini qila oladi, lekin kerakmi? Lekin oxirida baxtli his qiladimi o'zim? Qilmaydi. Chunki o'zi ham qiynaladi bu narsadan, jufti ham qiynaladi. Farzandlari ham noto'g'ri shablon ko'rib o'sadi. Oila a'zolari ham, turmushi ham, hamma narsa aziyat chekadi. Tavsiyam edi, o'sha maqsadni to'g'rilab qo'yish kerak. Ya'ni hozir meni maqsad qiynayaptimi, rezultat pulmi, mayli pul ham bo'lsin, lekin orqaroqda bo'lsin. Birinchi o'rinda men maza qilaman shu holatda yoki bo'lmasam hozir men uyimga borib ozgina dam olsam maza qilardim. Muhimlik darajasini, prioritetni to'g'ri qo'yib olish kerak. Va keyingisi doimo o'zini nima bilandir xursand qilib turish kerak deb o'ylayman. Chunki biz mana shu pogоня за успехом, muvaffaqiyatni orqasidan yugurishda faqat bitta jarayondan ikkinchi jarayonga bir-biriga bog'lab zanjirda ketaveramizda ayol kishi rohatni, lazzatni yo'qotib qo'yadi. Aslida ayol kishi erkakka sherik bo'lish uchun kelgan bu dunyoga va qarangki, erkak kishi o'zi alohida samostoятельно baxtni his etishni bilmaydi. Удовольствияni his etishni bilmaydi. U ayol orqali his etadi bu narsani. Ya'ni o'zi xursandchilikni, ranglarni, hidni, ta'mni bila olmaydi erkaklar. Bu narsani faqat ayolga taqdim qilish orqali ayolni emotsiyasidan, uni minnatdorchiligidan, uni erkakni tasdiqlab, maqtayotganidan ular keyin rohatlanadi. Shuning uchun ham biznes ledi bo'lib ketgan ayollarni jufti aziyat chekishni va munosabatlari aziyat chekishni boshlaydi. Chunki erkak o'sha ayol ishga sarflayotgan energiyasini va emotsiyalarini olmay qo'yadi. Mana shu joyda qanchalik ayol kishi hayotidan rohatlanayotgan, lazzatlanayotgan bo'lsa, ishoning, uni ishi ham shundan rohatlanadi. Uni oilasi ham, uni jufti ham, o'zi ham o'zini ayolligidan baxtini his qilib yashaydi deb o'ylayman. Suhbatimizni so'ngida muhim, zamonaviy va etiketga xos elegant ayol bo'lish uchun 3 ta o'zingizni hayotingizdan qimmatli tavsiyangizni bersangiz.
Birinchi o'rinda yangi va foydali informatsiya olishdan to'xtamaslik kerak. Bu shart emas, institutga borib o'qishi shart emas. Buni uyda o'tirgan ayol ham qilishi mumkin. Instagramni ham yomonlaymiz. Instagramda ham foydali kontent bugun qancha. YouTube'da ham ekspertlarimiz hamma joyda bepul darsliklar berishyapti. Bu qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar. Bu xoh kulinariya bo'lsin, psixologiya bo'lsin, biznes, fizika, matematika farqi yo'q. Lekin o'zini miyasini hamisha kislorodni obmen qilib turgan odam, ya'ni yangi informatsiyani kirgizib, eskisini tozalab filtr qilib turgan ayol qiz hamisha ham ruhan, ham jismonan yosharadi. Man bugun bildim, yashab qo'ydim, 30 yil, 40 yil, 50 yil bo'ldi, menga yetadi. Men yozgan kitobni sizlar o'qiysizlar deyish, bu o'zini o'zi hayotiga nuqta qo'yish. Men o'ylaymanki, so'nggi nafasgacha mana shu yangi informatsiya, yangi ощущение, yangi emotsiya, yangilik qidirib yashash kerak. Bu birinchisi. Ikkinchi qadam nimaga? Biz o'tmishni o'zgartira olmaymiz. O'tmishni kovlaymiz har doim. Erta boshqalarni va o'zimizni xatti-harakatlarimizda ayb qidirib, tahlil qilib, aybdorlik hissi eng bizani tormoz qiladigan narsa aybdorlik hissi va bu hammada bor. Hech kim mukammal emas, xoh erkak, xoh ayol bo'lsin. Hech qaysimiz bu dunyoga miyamizda ensiklopediya bilan kelmaymiz. Biz birinchi marta yashayapmiz va mana shu ayniqsa O'zbekiston hududida ayol qizlarimizda aybdorlik hissi juda ham baland. Tarbiyamizdan kelib chiqib, правильный, хорошая девочка bo'lishga o'rganganmiz va ba'zida yaxshi qiz aslida qanaqa ekanini o'ylab ko'rishimiz kerak. Yaxshi qiz bu hammani odamlarning fikrini, birov aytgan hayotda yashashmi yoki bo'lmasam o'zligini tanib turib anglab mazmun topib yashashmi? Mana shu joyda aybdorlik hissidan chiqishni va kelajakka xavotirdan ham xalos bo'lishni tavsiya qilardim. O'shandagina biz bugun yasha olamiz. O'tmishni o'zgartira olmaymiz, kelajakni o'zgartirishimiz mumkin agar bugunni o'zgartirsak. Bugun xulq-atvor modelimni, maqsadlarimni, niyatlarimni. Buning uchun nima qilish kerak? Bu uchinchi qadam bo'la qolsa, doimiy ravishda samoanaliz qilish kerak, tahlil qilish kerak. Birinchi hissiyotlardan boshlash kerak. Chunki aql bu aldamchi narsa. Aql bu tashqi ta'sir bilan shakllanadi, hissiyotlar ichimizdan chiqadi. Va hissiyotlar, qalb, ruh, ko'ngil hamisha bizga kompas vazifasini bajaradi. Men nima his etyapman? Bu insonni oldida nima his etyapman? Yaxshimi, yomonmi? Qanaqa aura chiqadi? Men bu vaziyatda yoki men bu qaror oldida turibman. Menga bu xavotir beryaptimi, xotirjamlik beryaptimi? Shu orqali biz har doim to'g'ri yo'lni topib yashashimiz mumkin. Lekin shu narsa ayollarning kuchli tarafi, bilasizmi nimaga? Bu instinkt erkaklarga berilmagan, ayollarga berilgan, xuddi onalik instinktiga o'xshab. Shuning uchun ham har doim ayol kishi erkakka o'zini so'zini o'tkazgisi keladi. Lekin bu narsa ham to'g'ri emas. Unda eshitmay qo'yadi erkaklar. Qaytaga o'zini ichida fikri bo'lsa, erkak kishi o'zi so'rashni boshlaydi deb o'ylayman. Ya'ni mana bunaqa ish boshlayotgandim, mana bunaqa inson bilan hamkorlik qilyotgandim, san nima o'ylaysan emas, mana shu nima his etasan. O'sha yerda ayol kishi nima his etayotganini aytishi mumkin. Chunki ayol kishini aqli bilan yashash kerak emas, hissiyotlari bilan yashash kerak. U hissiyotlari har doim ko'rsatadi to'g'rini. Mana shu joyda o'sha 3-qadam o'zini hissiyotlarini analiz qilish va fikrlarini. O'sha 3-qadamning ikkinchi части fikrlarini. Men hozir nima o'ylayapman? Salbiy narsa o'ylayapmanmi yoki ijobiy narsa o'ylayapmanmi? Salbiy fikr kelgan bo'lsa, bu meni hayotimni ham zaharlaydi, meni ham hozir depressiyaga tushiradi va meni salbiy fikrimga nima olib keldi? Agar qanaqadir g'iybatchi qo'shnim olib keldimi, nima qilaman u bilan gaplashib? Yoki yana aytaman, o'sha qanaqadir bo'lar bo'lmas serial ko'rayotganimdan o'shani eri yurib ketdi deb depressiyaga tushib qoldimmi, nima qilaman men bu narsani ko'rib? Xullas, filtratsiya qilish kerak va endi o'zimni ijobiy vibratsiyaga, ijobiy fikrga qanaqa qilib olib kelishim mumkin. Balkim hozir o'zimga choy damlab bas dars qilarman, balkim foydali kitob o'qirman, balkim foydaliroq inson bilan gaplasharman, balkim oilamga vaqt ajratarman, balkim tez yugurishga yoki yurishga chiqib kelarman, sport bilan shug'ullanarman, raqs tusharman. Ayol kishiga nima energiya bersa va uni ijobiy fikrga olib kelsa, 3-qadam mana shu deb o'ylayman. Shu jarayon bilan shug'ullanish kerak. Rahmat kattakon, vaqt ajratganingiz uchun, kelganingiz uchun. O'ylaymanki, savol berish etikasiga rioya qildim. Ortiqcha va insonni noqulay holatga soladigan savollar bermadim va ayollarimiz iltimos qilardim, aynan etiketga rioya qilayotganda hamisha yoningizdagi inson siz oldida o'zini qulay his qilishi kerak. Siz unga uni noqulay his qiladigan savollar bermasligingiz ham bu juda ham muhim hisoblanadi va albatta yaxshi eshita olish etikasi, ya'ni suhbatdosh bo'lishda
bu masalalar ham muhim. Bugun Madinaxon bilan suhbatlashib juda ham ko'p narsa o'rgandim. O'ylaymanki, birgalikda o'rgandik va amal qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni yozib oldik. Siz bilan yana yaxshi davralarda ko'rishni umid qilaman va yana ko'rish uchun alohida vaqtingizni hozirdan so'rab qolaman, chunki ham dunyoviy ham o'sha xalqaro darajadagi bilimlarni ayollarimizga o'rgatishda yo'lda ekansiz. Birgalikda muhim ayollarni, birgalikda zamonaviy ayollarni, birgalikda madaniyatli ayollarni sonini ko'paytirishda birga yo'ldamiz deya olaman. Tashrifingizdan xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham chiroyli suhbat uchun. Rahmat aytib ketdik. Hammasi joyida, yaxshi bo'ldi. Qaytaga man qanaqadir etiketga rioya qilmasdan agar javob bergan bo'lsam, sizdan ham, auditoriyadan ham uzr so'rayman va albatta hech qaysimiz mukammal emas, xoh inson va ekspert sifatida. Faqat ijobiylarini olib, salbiylarini filtr qilasiz degan umiddamiz va sizni loyihangizga omad tilab, Xudo xolasa keyingi tashrifimni albatta kutib qolaman. Aziz opa-singillarimiz, hurmatli xonimlar, sizlar bilan bugun psixologiyaning o'rni, ayollarning ichki olami va ichki xotirjamligi va ayollik energiyasini etiketga rioya qilish uchun qanchalik muhimligi haqida suhbatlashdik va minnatdorchilik bildiramiz dasturimiz mehmoniga. Keyingi dasturlarda etiketga oid eng nozik masalalarda suhbatlashamiz. Salomat bo'ling.